Esselamu Aleyküm. Aziz muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık kırındaşlarım. Bugün kıska aralıkta yana huzurunlarga çıkıp kaldım. Sebebi bazı ciddi temalarga uzun saklap ottağım kelmedi. Körüvatkanыңlardek mevzumuz Cumha milleti boluşunun hazırlığı mı? Bu mevzu belki sizlerge kızıqlanışı mümkün. Aldı bilen temaga kirişten burun bir çakırqım bar qarindaşlar. Xabaringlarda oqqasin. Fuqmaqallarga yetkizip qo'yanglar. Men Ürümçi qatliamı zamanida Ürümçide boğallarning şahitlik eslemelerini yezishini tavsiya qilaman. Men bularni to'playotiman, yozganlar menga evatib bersa kitob qilib chiqaraman. Şoňa ko'rgininglarni, anlaganinglarni, his qiyg'ilinglarni tafsili, inchike yezip evatib bersanglar. Xitoyning jinoyat hukmi deb qolmasin. Muşu vaqtda Ürümçide boğallardan bunu yazmay, başka davaçılık faaliyetleri kılıvatkallığa rastın desem işenmeymen. Bu kadar yoğun bir işinin beşide boğan, onunla şahit olan adamlar çetelge çıkıp en aldığı kılıdığı işi bu. Onu kılmay, yoğun işler çıkıp ketken bolsa, bu yalgan. Bunun tegide bir kaşılısı var. Bunu da koyay. Endi resmi mevzuga kelaman, bugungi mevzuga. Bundan sel aval deganim mush oldingi videoningni sel oldida. Aslida oldingi videoning o'rnida ma bugungisini so'zlamoqchi edim. Shunga oldin ala buningga aloqador, bugungi temaga aloqador deb Facebook hesabımga bir tema yollagandim. Cemaatçilikning inkasını uqib baqay degan maqsadda. Lekin inkas ko'rilmadi. Bekme afsuslanarlik ish oldu. Aslida u tema bugungi shu videoda so'zlaydiganlarimning oldingi tayyorligi, oldin qamoq tashlash deymi ish qilib bir kelimat tayyorlash urinishim edi, ammo hech kimdan sada chiqmadi. Nima edi bu tema? Muhammed İmam Buğra Efendi'nin Xitoy davlat odamlari, olimlari bilan yezishgan qalam jangining to'plamidan tuzilgan kitobi Qalam ko'rishidan oriya edi. Ya'ni bir Xitoy ilm nupuzliqining Muhammed İmam Buğra'ning Dagunbo gazetida e'lon qilingan maqolasiga qarshi Jongyang Ribo gazetida e'lon qilgan maqolasi. Mavzusi burun ko'rmagan bo'lsanglar, endi keyinanligi yana ko'rib baqinglar. Qo'lingizda Muhammed İmam Buğra'ning asarlari degan kitob bor bo'lsa, shuning ichidagi Qalam ko'rishi degandan ko'rib baqsanglar bo'ldi. Xitoyning bu maqolasining mavzusi Şinjanlıklar Türkmü? Bunundan Xitoylarning Türkligimizni muayyanlashtirish niyati yo'qligini, aksicha Türkligimizni inkor qiladiganligini his qilib bo'ladi. Mavzuda tekstni o'qimay turib his qilib bo'ldi. His qilolmasangiz, maqolani to'liq o'qisangiz his qila olasiz. Endi bugungi asosiy gapga kelaylik. Yaqinqi zamonlardan beri Uyg'ur deb yuragini Uyg'urga yiqib oladigan bir turkum millat suyarlar maydonga kelib, burunqi Uyg'uristonchilarning uchay deb qolgan sadalarini qaytadan kuchaytirish roli o'ynagandek qiladi. Ammo bek undaq emasdekmi qiladi? Chunki ular bek millat suyarligidan hatto Uyg'uristonga mı taqat keltirolmaydigandek quriladigan yoki Xitoy tuproqidan bo'linadigan davlatning ismini Uyg'ur
depli ataydigan derecedeki milletçiler bulup, bu xuddi Uygur dindarları işidiki. Bu rast dindar mı? Onu Allah bildi. Allah dese Allah dep turdigan goya muşundaq deseler Allah'a en yakın buladigan dep düşünüp algan ameliyatda bekme riyakar bir cemaatga o'xshash bir tırnak açıp kıstırıp koyar. Torlardı görüp duruslar. Allah'ını mudafiya küllük kılıp verip durup etizini petiklap yeti taxtı zadekni buzadigan bir top var. Şunu o'xshash. Uygur dese Uygur ulan goya milletni en suydigan radikal top bulup görünmekçidek hava estirip durdu. Ama sinciler qarasınız bularning mı riyakarlığı bilinip kaldıgan nurgun alametlerini görürsüz. Memleketlik çağlarda bir döş kişiyi bir-biriyle qarindosh, birodar yoki ustoz shogird va yoki ilm talabiligida sabdosh bo'lib yurganligini hamma odam biladigan yaqinlarning chet elga chiqiblar. Biri Türkni inkar qiladigan Uyg'urcha, yana biri Uyg'urni tutini inkar qiladigan Türkcha bo'lganligini ko'ramiz. Tamasha bu qarindoshlar. Nima uchun aslida bir jangalning bo'lgan bu og'ayni birodarlar ikki lagerga bo'linib ketdi? Bu aslida bir ko'rinishdan iborat bo'lib, aslida Tiyanshan qarag'aylarining yildizi bir tutash bo'lganda, yildizlari bir tutash. Talash tortish, ziddiyatning qizishi uchun kuchdan to'nligi lozim. Bir taraf bek kuchli, bir taraf bek ojiz bo'lib qolsa, bu munozaralar darhol natijalanib oxirlashadi. O'tirliq jimib ketadi. Shuna kuchdan to'nlikni hosil qilish uchun bularga berilgan vazifa ana shunday. İki kitaba bulup macera kızıtış. Bilisizler. 2018 yılından beri izchilligimiz xosiyatida Sharq Turkiston degan ism umumlashib, avtonomiyachilarning Xitoy qo'ygan ismni umumlashtirish yo'lidagi 20 yilga yaqin tirishchanlikka o'chirilib ketayli deb qolgandi. Shunaqa bu yo'ldagi 20 yilga yaqin tirishchanlik. Endi bu yo'l bilan o'tirni qizitish ta'sirligini bilgan Xitoylar mana bugünkidek Uyg'urchalarni taxtiga surdi. Uyg'urcha. Uyg'urcha emas, Uyg'urchi. Ism yasash qo'shimcha. Yag'atchi, temirchi degandek. Uyg'urchalarni taxtiga surdi. Bu Uyg'urchalar dikkat qilsangiz tariximizni inkar qildi. Tarixni inkar qildi. Ya'ni bir ilmni inkar qildi. Kaşki tarixni qaytadan yezib chiqarligidek umuchi bo'lgan bo'lsa, hatto to'liq o'qib chiqqidek holi bo'lsa, ammo buning bir ishga daxlisi yo'q. Chunki bugungi tor dunyosi shunday bo'lib qoldi-ku. Buning bir ishga daxlisi yo'q. Qari qo'saqli olimga dars beriyordi, chiqib elib o'tirga. Davogandan keyin hammadamga yo'l bog'lab ketdi. Ko'zni yumib inkar qilsa bo'lmadi. Ommaviy torbatlarning bugungi elektron davrining elib kelgan afzallik xosiyatida bir kimning fikrining aqliyligi, tarixiy faktlarga uyg'unligi surishtirilmagandan keyin etiy asli bo'ladigan ish bu. Mana shunday qilib bularning xiyoliy yoki xo'jayin topshirgan vazifaning ehtiyoji reallikdan üstün, faktdan üstün. Çünkü ular ağızdan tushirmay Uyg'ur deyapsa, ularni millatcha emas deyalamsa. Millatning dushmani deyishga texnik imkon yo'q. Ilgari depmadimkin, deyman, deganmidim. To'g'ri depdikanman. Videolarni depdikanman, buni maqolalarni depdikanman. Mushkunda tor bitimning 5'ig'ida chiqarib qo'yilgan bir filyetim bor. Ulug'liq krizisi mavzuli. Ash flyutunda depdikanman. Bizda vatanparvar bo'lishning, millatchi bo'lishning, olim bo'lishning, faylasuf bo'lishning osonliklari haqida. Mana shuningdek, millatchi bo'lishga jip bilan mom ketmagandikan, millatim millatay, Uyg'urim Uyg'ur devrib andan barliq shumliqlarni qilaversalar bo'ladi g'ashki.
Böyle Türklerini inkar kıysa, yoki Uyg'urlar Türk ailesinin bir a'zosi ekanligini inkar qilib, Türklerini Uyg'ur ailesinin kichik bir parchasi desa, biz yo'g'inab ishlarimizni hal bo'lib qoladigandeklar. Bu kadar qarqo'saq, bu kadar bisham bo'lmaylik qarindoshlar. Bunda usulida yüzümüzni yo'g'inatsak, yüzümüzden başka hech kim baribir ko'rmaydi. Kichikligimiz, erzimasligimiz shu paytda turaveradi. Men kompyuterda xatni ko'ranmasanglar, tegidagi plus minus tuğanning plus tarafini besiversanlar xat yo'g'inaydi. Ko'gdek bo'ladi. Ama bu xat fiziki jihatda yo'g'inamaydi. Aslida qancha numarlık font olsa şu pet kalırdı. Fakat ko'rinishi yo'g'inaydi buni. Xuddi ashunda. Buni ashunda yo'g'inaydi yo'g'insa. Bu usul bilan hayotiy masalamizni hal qilolmaymiz. Türkni kichikitib bizni yo'g'initib deb, u bizning bepachimiz deyish orqali yoki uni faqat inkor qilish orqali hayotiy masalamizni hal qilolmaymiz. Yana bunday qilib tarixiy reallikni o'chirib o'tolmaymiz. Dunyo bizni yanala Türk ailesining bir a'zosi deb to'naverdi. Bu bir qancha qaraqo'saqning bu inkarchiliklari bilan bu reallikni o'zgartirmaymiz. Dunyoda Türkologiya deb bir ilm bor. Fen. G'arbdagi universitetlarda maxsus fakultet, maxsus sinf deganda to'liq kurslar bo'lib kelgan. Türkologiya. Bir ilim bo'lib shakllangan bir tadqiqot turi bo'lgan türklük bir necha qaraqo'saq o'limtikning asossiz shuarlari bilan o'chirilib, Türkologiyani inkor qilinmaydiganligiga o'chirilib ketadi. Ashuna qilganda. Hatta eng xohlamaydigan Xitoylarmi Türkologiyani inkor qilinmaydiganligiga tanbagan bo'lsa. 80-yillarda isini bilganlar çoğunluk yaştakilar belki eslaşayalisi mümkün eğer ilim sahasiga aralashgan bo'lsa, 80-ci yıllardaki nispeten echivitilgan yıllarda rasa güllengen klassik eserlerini neşr qilish dolqinida evvelgi chiqqan Türkologiya sahasining taraqqiyoti siyosatchi Xitoylardan birining diqqatini tortib, bu atalg'i uning yuragiga patgan. Shuning bilan bir ara Türkologiyani demaslik to'g'risida ilimga qarshi bir siyosat o'tirib qo'yilgan. Keyin Beijingdan qaysi bir Xitoy Türklog Urumchiga kelganda, Millatlar institutidagi Türklog Xitoy, balkim Gingshimindir. Bu yerdagi bu xil matolarcha cheklashni anglab qattiq xafa bo'lgan. Bizning deganimizga yo'q bo'lib qolamda. Bütün dünyada davlat universitetlarının hemisi bir felsefede okutildiğin narsani biz qanday o'qitib o'talaymiz? Bo'lmagan gap. Siyasetçiler işini qilsin degan. Shuning bilan tekrar Türkologiya deyish jinoyat ulashdan qolgandi. Asliyalasizlar buni ba'zilarida. Endi bo'lsa Xitoylar buni Uyg'ur tilli Xitoylarga vazifa qilib yuklagandek turadi. Bu cheklashni. Ve ularning quturatquligi bilan yana bir muncha sodda kishilar bu iqimning, ya'ni Uyg'urmay deyishlardan ta'sirini ularni texnik millat suyarmikin degan bolalar chiqarish bilan ergishib ketyotadi. Ular nima qilmoqchidir? Rastlı Xitoydan bir bölük yer bo'lib edib Uyg'uriston yoki texmi o'tkirlarning deganidek Uyg'ur deb bir davlatni quramdiganda, qo'lidan kelamdiganda aqalli tarixni bilmay, yoki ko'zni yumib hammani inkor qilishlaridagi qarqo'saqligidan qarasangiz, ularning davlat qurishini o'ylamaylik qo'yanda, ularning normal aql egallari ekanligiga ishonishim bektas. Sarang emasligini hali kuchab isbot qilmaydigan bo'lsa, deb yurganlari sarangliqning isboti bo'lishga yaraydi. Demakki, ularning davlat qurishga salohiyati, qobiliyati yo'q turib, nimaga kuchayotadi? Aslında bu quyruq ko'stib o'tkisi tishganligini anqirib olishimizmi bektas emas. Asli maqsad Jumha millati bo'lishga shart hozirlash. Buni qanday bilalaymiz? Men deb o'tganimda
Ben bir neçe günün aldıda Muhammed Emin Buğra'nın Kalem Kürüşü namlıq makaleler toplumunda bir Xitay alimi bilen gezişken münazırasıga qoşumçu kılıngan Xitay'nın reddiye makalesini torgu yollap koygandım. Bu Uygurçiler özlerinin kimler bilen bir fikirde ikenligini paketladın, körüp koysun demekçiydim. Kim bilen bir fikirde iken bula? Xitaylar bilen. Bu yazışmalar bulunamaz. Minayolluğunun fakat birisi. Bu bütün bir kitap bu aslında. Memtimin Buğra yani Gomindan'ın Ma'arif Ministri Zhou Jiahua bilen mi okşaş mevzularda mektuplaşkan. Bu kaçanki vaqt bu Gomindan Tayvan'ga çekilgan. Memtimin Buğra mı Hindistan'daki çağlarda. Zhou Jiahua mı okşaşla Türklükimizni inkar kılıp bizning Jurha milletinin bir parçası ekanligimizni iddia qilgan. Ba'zilarning o'ylig'indek bu kommunistlarning eskiligidan kelib chiqqan bir gap emas. Kommunistlar kashf qilgan sapsatma emas. Gomindan Xitoylardan miras bo'lib kelayotgan Xitoylar xos milliy tutum. Xitoylar xos milliy siyosat ekanligini ko'ramiz. Qisqasi, kommunist istilasidan ilgari Sharq Turkistonliklar ichida Türklükimizni inkar qiladigan talash tortish bo'lib boqmagan. Yani bu münazir talep kılmaydıgan bir paket sifatida qabul qilingan bir haqiqat sifatida. Fakat Xitoylar bunu inkar qiladi. Uyg'urlarning ichida inkarisi yo'q. Xitoylar inkar qiladi. Qarasizki, bugungi kelganda Xitoylarning bu rolini bir turkum Uyg'urlar o'tkazib olib, Xitoylarning qo'lini so'yitgandek turdi. Ne kadar esqatgan izbasarlar bu. İşenmesanız aş o'tmishdan Uyg'urlar ichida Türklükimizni inkar qiladiganlar haqida bir dalil o'tirib qo'yib ko'ring. Dalil bormi? Qo'ying dalilingiz olsa. Bu faqatli kommunistlarning projesi. Sharq Turkistonni Xitoy kommunistlari ishg'ol qilishdan ilgari bu talash tortish sobiq Sovet ittifoqi tavasida bo'ladi. Yerliklerden Türkçük iddiasını tilga ilishga jasarati bor odam chiqmaydi, chunki u kallasi ilinibdi Sovet ittifoqida. Hem Sovet ittifoqida Türklük allaqachon o'chirilib bo'lgan. Şu çağda texi komünist bo'lmagan Sharq Turkistondagi Türklük iddialarga qarshi Sovet ittifoqining matbuotlarida maqolalar e'lon qilinadi. Ben bunun adres vereyim. 1948 yıllık Şark Hakikati namlıq jurnalda Ürümçi'de Türkçülük iddiası bilen makale yazıvatkan Kurban Qo'dayga qarşı makaleler e'lon qilingan edi. Sovet jurnalda Ürümçi'deki gazetda e'lon qilingan makale qarşı. Nima uchun kommunistlar buncha terajaydi? Çünkü O'rta Asiyada yani G'arbiy Turkistonda yeniden bir muncha millat yaratgan bolsheviklar bu yeni ijodiyatining yolg'onlanib sharmandasi chiqib ishlarning xemiri yemishidan o'lgudek qo'rqqachqa umuman Türk so'zini eg'izga ilishmi jinoyat hisoblanib kurak taqim orollarga yo'llanadi. Kommunist Cumhuriyeti qurilgan dastlabki chaqlarda Xitoy Kommunist Cumhuriyeti dastlabki chaqlarda Sovet ittifoqidan boshqa qo'llovchisi yo'q. Onun bir davlat ekanligini hech kim e'tirof qilmaydi dunyoda. Sovetdan boshqa. Tayvanni e'tirof qiladi Tayvandagi Gomindan hukumatini taxicha. Ashunda bo'lg'achqa, hammada Sovet ittifoqining qo'liga qaraydigan vaziyatda bo'lg'achqa Xitoy kommunistlari. Sovet ittifoqining ba'zi takliflarini, ba'zi yo'llarini qabul qilishga majbur edi. Şu sebepten Xitoylar Uyg'ur Abtonom rayoni degan atalmış avtonomiyani qurib qolgandi. Agar Sovet ittifoqining ta'siri bo'lmagan bo'lsa-edi, xuddi Gomindanning milliy siyosatidek Jungoda faqat Jurha millati bor deb turib olib, burunqidekli bu yerni bir o'lka qilib bo'ladi. Çünkü demisimi bizden ulug' doirlarimiz o'lkalik hukumat deganga rozi bo'lib, 46-yilda Cumhuriyet hukumatining taqdim etilganligini jakolab bo'lgan bo'lsa, kim qila oladi? Bilasizlar.
11 bitim deganning eng ro'shan xarakterisi shuki, mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatini bekor qilish, o'lkalik hukumatni qabul qilish. 11 bitimning eng asosiy xarakterisi. Bunda emasmi? Emas deydiganlar o'tirib chiqib qo'yganlar. Uyg'urdan qo'rqib ketib emas, Sovet ittifoqining ko'rinmas besimlari tufaylidirlar bu ajoyib avtonomiyani qurib bergan. Bunun bilan Gumindonga qaraganda bir qadam ilg'orligini isbotlagan edi. Sovet ittifoqining maslahatimi shu. Gumindonga o'xshash bo'lib qolsam bo'lmaydi. Biz degan xalqning partiyasida. Mening tarafimdan kompyuterga elinib, torda taqib etilgan. Xitoylarning vatanimiz haqidagi shum planlarga oid bir yozma bor edi. Elama torda tepilishi mumkin. Tepilmasa, men qaytadan mening tor bitimga qo'yib qo'ydim, bosh bektilla bor. Hozirgacha 500 dan adam ko'ribdi. Men bu videoning oldin tayyorlik ustida qo'yib qo'yganini tekrar. Bu 2008-yili torga yo'llangan asl nusxa. Ondan başqa mening 3-chi kitobimga, ya'ni Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish nomli majmuaning 3-jildiga qo'shimcha hujjat sifatida qistirma qilingan. Hech yerda topolmasangiz uningdan ko'ra olasizlar. Bu hujjatda Xitoylar vatanimizni ma'muriy rayonlarga bo'lishning intayin strategik ahamiyatga ega ekanligini tilga oladi. Bilasizlar, Baying'ol'un Moğol Abdunum oblastiga ayrılgan zemin hamma viloyatlarda cho'ng. Ammo Moğollar faqat xotinsin bildilar. Charchanchaqiliq degan yerda Moğol nima ish qiladi? Ko'rildimi yo'q u qadar? Moğol oblast deb ot qo'yilganning yog'i boshliq bo'lib kelganda bir nechisi qo'rchoq boshliq. Faqat xotinsin bildi aslida. Va shuningdimi hammasi emasdir. Butun noy aholisi. Aşınçılık bir Moğolni nazarda tutib, o kadar yo'g'on zaminni Moğol Abdunum oblasti qilib qo'ygan. Bu bir misal. Qag'inlarmi ashundaq. Qag'in Abdunum oblast deydiganlarningmi, Abdunum noy deydiganlarningmi hammasi g'arazlik bo'lgunchilik. Ama Moğollar faqat xotinsin buldular. Mana shuningdek, o millat bo'lmagan zamonlar ularga bilib berilib, kelgusidagi ziddiyatning urg'i chechilganligini ko'ramiz. Bir qistirma qilib qo'yay. Bu Sovet ittifoqining qimmatli tajribasi. Sovet ittifoqi buni O'rta Osiyo jumhuriyatlarida qilgan bo'lib, O'zbeklar yashaydigan Chimkent Qozog'istonga, yana O'zbeklar asosida bo'lgan O'sh va Jalolobod Qirg'izistonga, shuningdek Tojikistonning ichida bir necha parcha O'zbek zimini, O'zbekiston davlatda chegaralanmaydi. Orolga o'xshash. O'zbekiston ichida Tojik zimini degandek. Xitoylar bekmi ahamiyatli bir strategik ish deb sifatlash bilan birlikda bir pushaymonnimi hasrat bilan tilga oladi. Biz shu chaqda deydi Xitoy. Shu yangidan istilo qilgan zamonda millatlarni ayirishda inchkilik bilan kuzatib, texmi ushaq millatlarga bo'lib etmay, noldi yo'g'on bir to'pni Uyg'ur qilib ayirib xato qilganmiz. Endi bu ishni qilish tez deb asratlandi. Aslida tayyor yeriqlarimizni yo'q emas edi. Shu yeriqlardan foydalanib bugungi Uyg'urlarni yana sho'roq bo'lishga bo'ladi. Masalan, Shim va Gomindon davrida Taranchi degan bir millat yaratilib, rasmiy kitob hujjatlarda o'rnagan edi. Navbatda Turkiyadan tekrar nashr qilinayotgan Abdullah Tarimning aslama kitobida Sharq Turkistondagi millatlar degan tizimlikda Taranchi degan bir millat ismini ko'rasizlar. Yana buningdan boshqa Mashhur Ro'ziyevning Qozog'istonda o'lgan
Məşhur Roziyev ilgiri Şın Şiseyge siyaset məsləhətçisi olğan. Sovet İttifaqı KGB'si tərəfindən Şın Şiseyge məsləhətçi qılıb əvətilgən Məşhur Roziyev'nin Uyghur Zeminide degan kitabidagi aslini kitabida bu taranchini tilga oladi. U Sovet İttifoqidan kirdi qo'rg'as chegarasi bilan Urumchiga qarab ketayotgan safarda G'o'ljidan chiqqan bir Uyg'ur bilan safardosh bo'ladi. O'zaro tanishib gaplashadi. Ne ketayotasiz desa, taranchining millat vakili sifatida Shang Shisey chaqirgan qurultayga ketayotganligini deydi. Məşhur Roziyev taranchi deb millat yo'q, hammanglar Uyg'ur desa, qat'iy rad qiladi. Men degan Uyg'ur emas. Men qanday Uyg'urman? Uyg'urman. Uyg'urni yaratmaydi, chunki taranchi millati ustunroq. Degan talash tortishni yozadi kitobda. Axir qoyil qilinmaydi uni. Va Shang Shiseyni bir millat sifatida taranchilarning vakili qilib chaqirganda qurultayga. Aslida shunday yeriqlarimiz var, bezlar. Ashyanni bo'lsinlar millat olamiz. Bundan başqa, bu taranchi yeriqidan başqa Lopnur shivisining alohida taraflik bo'lishimi parchalashga bir yeriq hisoblanadi. Yani Xotin shivisining boshqa millatlar chiqarsa, bu yerlik qarindoshlarimizni tezli qabul qiladi. Mana shunday qilib, bugungi Uyg'urlarni eng az 4 millat qilib etkili bo'ladi. Buning asosi allaqachon tikilib bo'lgan bir ish. Bunun Sovet İttifoqining ta'siri yoki ko'rinmas besimi rol o'ynash bilan Xitoylardimi bugungi aqli yo'q edi. Lekin allaqachon millatda qayd qilinayotgan taranchilar qanday bo'lib Uyg'ur bo'lib qoldi? 30-yillarda 34-35-yillarda hala bir millat deb qayd qilinayotgan taranchilar qanday qisqa Uyg'ur bo'lib keyniga yandi bu, xemiga yandi bu. Mana bu yerda Sovet İttifoqining ta'siri mavjud. Chunki Abdulla Ro'zibaqiyev tarafidan Sovet İttifoqi Oliy Soveti prezidiumiga yo'llangan bir iltimos, bir paktdirki, Abdulla Ro'zibaqiyev O'rta Osiyo Cumhuriyetlerinde o'zining qaysi millat ekanligi qaror berolmay besh ko'plab ketgan bir turkum turk tilli xalqlarning tilidagi farqlar, o'xshashliklar bo'yicha ko'p xizmat ishlab, Uyg'ur degan nomni qabul qilishga minglarni ko'ndirib, minglarda ko'ngilini o'ydi. Qirg'iziston tayvasidagilarning ko'pchiligi shimoldan chiqqanlar bo'lg'achqa o'zini taranchi deydi. Boshqalarni Qashqarlik, Qusharlik, Turpanlik deydi. Uyg'urlikqa rozi bo'lmaydi. Mushularning hammasi xizmat ishlab Uyg'urlikqa rozi qilgandan keyin buni qonuniylashtirish uchun yo'llangan bir iltimos var. Abdulla Ro'zibaqiyev tarafidan Sovet İttifoqi Oliy Soveti prezidiumi tarafidan tasdiqlangan bu iltimos. Shuning bilan Uyg'urlik qalbqi resmi tiyilgan. Abdulla Ro'zibaqiyev Uyg'ur deb sungan xalqlar Sharq Turkistonda yashaydiganlar. Asosligi. Farg'ona vodisida ishlamchilik qilishga chiqqanlar. Asosiy janubliklar. Shimolda Qozog'iston tayvasidagi o'zini taranchi deydiganlarni o'z ichiga oladi. Sovet İttifoqi Sharq Turkistondagi asosiy aholini Uyg'ur deb bekitib qo'ygan bo'lg'achqa, Oliy Sovet tarafidan Xitoylar ana shunday qabul qilishga majbur bo'lgan edi. Bo'lmasa, shumliqimizga yarasha texnik ko'p parchalarga bo'linib ketgan bo'ladi. Agar shu chog'da Rostilla Xitoyning yolg'iz niyati bo'yicha Qashqar atrofi Uyg'ur deyilib, shimoldagilar taranchi deyilib, Xotin va Lopnurmi birer atalmış millat ismi bilan atalib, shu bo'yicha mushu Xitoy kommunist hukmronligida o'tgan 70 yilni boshdan ko'chirib olgan bo'lsa, bugungilar 5-ni kechirsin Uyg'ur deganga rozi bo'lmaydigan o'sha yiliga ushshaqlangan millatiga bek sodiq millatchilarga aylangan bo'ladi. Ve bu talaş tartış texini kızıgan bo'ladi. İnsan balası mana shunda.
Könge yamanmı, köygenmi degendek könüp qilish, kuyup qagandımı yamaraq. Şu bugün biz Uygur ekenligimizge köndük. Uygur ekenligimiz yalganmı emas. Lekin tarixni inkar qilishga nima kerak var? Klassiklarning asarlarining qaysi birida bular o'zini Uyg'ur deb baqqan? Ta ki Lutfi, Sakkaki, Navoiy, Zalili, G'aribi, Nazari. Misal keltiring qarindoshim. Agar siz qarindosh tipida bo'lsangiz, agar uyanchillaridan bo'lsangiz, qarindosh degan olmaysiz, dushmansiz. Aşıda üzün Uygur deb baqqanmı? Oğuznamını qulağı anlap qalgan bunun bir neçəsini okup baqqanlıqına atayım. Oğuzxanның Uygurlarga boldum hakan degan bayanıdan ta ki 20. asırның başlarıgacha bu Uygur qayerda ko'ringan? Bir fakt ko'rsatalamsiz? Eğer bek bilimden Uygurçılardan sorayman ki, muşu aralıkta ötken 2000 yıldak vakit içinden birer tarihi hüccet ko'rsatalamda? Yok nesini, qanday mı ko'rsatsin? Uygurluğumuz yalgan emas. Lekin Türklükümüz mü yalgan emas? Bular birbirini chetga qaqmaydi. Belki iç-içiga kirishib ketgan hukmlardır. Uygurluğumuz qanchalik rast bo'lsa, Türklükümüz hepsi rastdır. Uygurçılık, Xitaylarning siyasi davamızını küçekleştiriş, bulupmu tarihi pakit bo'lgan Şarkı Türkistan reallıqını inkar qilish ve unutuldirish uchun o'tirib chiqargan projektidir. Vatanda kitaplar cheklangan, hamma narsa yo'q qilinib, mo'l kitaplar qolgan davrlarda men shoirlik savdosi bir heveskar edim. Lekin ma'naviyatim uchun uzuq beg'idek hech nima yo'q zamonlarda. O'zaro xotir defterlarimizni almashtiradigan ishlar vardı. Men birisining xotirasidan Sabit Uyg'uriyning Turkiston deydigan bir parcha she'rini ko'chirib olganim. Andan bunu birisi ko'rib qolsa, kalladan ayrilishimdan qo'rqib, yalarga kulib yurganim yodimda. Ben de chatlarda şunu gördüm ki, vatanda Türkistan'da şiirlerini yazıp türmelerde yatkan Sabit Uyg'uri 83. yılda Kazakistan'a çıkıp yerleşipti de bir dili Uyg'uriston çoğuptu. Bu kişinin dikkatini tortadigan nurg'un ishlardan biri. Onun chatlarga ko'chgan yilimi kishini hayron qoldiradigan bir taraf. Çünkü 83. yıllardan da ko'ch bo'lmagan. 60. yıllardan da bo'lgan. Onundan tamamen çegara taqaqlıqdı. Xitaylar sağın bu halalarının farkını bilmegen nurg'un sadda qarindoshlarimiz xuddi haliki Allah deb o'qidiganlarni bek taqvodorkan deb o'ylab qolgan sadda ixlosmandlarga o'xshash bu Uyg'ur deb o'qidiganlarni bekrak millatchilarmikin deb qilayotgan bo'lishlari kerak. Lekin amaliyotga sinchilab borganimizda aksici manzarını çokum görmeye kalmayız. Xitayning bu şeytani projesinin qandaq rol o'ynaganligini men 92 yılı sayohatchi sifatida kollektiv pasporti bilan Bishkekka tijoratga chiqqanda ko'rdim. Tunji qat. Shu chaqda mustaqillikdan keyingi boshliqdan foydalanib o'xshamagan qarashdikilar darhol tashkilotlarni qurib, o'zlari chiqaradigan qarorsiz gazetlarda o'zaro hujum xarakterli inqiloblarni boshlab o'tdi ekan. Uyg'uristanchilar ve Şarkı Türkistanchilar. Bu gazetlerde xalqqa vatanparvarlik tuyg'usi uyg'otadigan, tarixiy bilim beradigan, Xitoyga qarshi nafratni bilaydigan yozmalar yo'q, faqat Şarkı Türkistan, Uyg'uriston talash tortishi bilan to'lib turdi ekan. Mana bu Xitoylar yetmoqchi bo'lgan natija. Shu natijaga yetmoqchi edi Xitoylar. Agar biz munqarz bo'lgan davlatimizni asliga keltirmoqchi bo'lsak, davanın markası çokum Şarkı Türkistan. Bunun da aqallisi yok. Onun üstüge tarihten beri bu zamanlı dünya halkı Şarkı Türkistan deb tanıydı. İşte mesela Gariplikler tarafından sızılgan ko'ni xaritlarga qarab bakılma 19. asırdaki xaritlarga.
Hemmisi bolsun Şarkı Türkistan dep yazılganligini görürsüler. Dünya itirof qilgan bir ismni yo'q chiqarib, yangidan ism qo'yish jafosiga qolganlar qanday natijaga erishadiganligini o'zlari bilamdiganda. O'ylamay qilayotgan qiliqmidi bu yoki vazifamidir? Men bunday xaritlardan bir siri bor. Ya şunu qistirib qo'yay, bunday xaritlarni bu ajoyib kishilarimizning oldida poqqa yaramaydi. Ular bu xaritlarni saqla deb inkor qilaveradi. Chunki ularning g'alati xiyoli texnik haqiqat. Eğer biz yeniden bölünüp çıkmakçı olsak, ne deseniz şu, ismini koysanız buludu. Ama yeniden bölünüp çıkış, itirafta erişken hemen, Xitaylarning bir peşvasının yaramaydigan asassız dava oldu. Xuddi hech qilchakdek echilishining to'kilishi tizilgan bir ish. Meni ba'zilar turkcha deb bag'alabdi va haqorat yog'diribdi. Nimaga asoslandi? Cho'qimki hech asosi yo'q. Çünkü bunda asassız töhmetli koyduğun haramdan boğan degan gumanni keltirib chiqardi bunun isimlarimi. Çünkü dadısının ismini, özünün ismini diyemmeyen adamni nima deymiz? Şu haramdan boğan bo'lsa kerak, şu dadısını ishonch qilolmaydi deyishga majbur bo'lamiz. Ajinda ismdagilar qilaverdi töhmetlerini. Çünkü bundaqlarni 20 yildan beri ko'ryapman. Hiç karşı delili yoklaş, gözünü yumukla kılınan töhmetler. İddialarına hiç kaçan bir asas göstermeydi, közlenmeydi. Hiyali bu için tıllardı. Ve ilgili bir videoda bu vaxtki meydanımda, yani ben Türkçü mü, Turançı mı, ya Uygurçu mu, bunu ben ilgili bir videoda bu meydanımını bildirip koygan edim. Şarkı Türkistan Azatlık Yolda İzdiniş namlıq mecmua içinde 2. ya 3. kitapta bir makaladımı bu meydanımını cakalıgandı. Ama bunu pakit qaramaydı nasıl? Közüne jumuplatıyordu. Ben meydanımını bildirip boğan. Bizden siyasi davamız, benim meydanım, dikkatli anlap koyanlar töhmetçiler. Bizning siyasi davamız sap haldaki milli müstakillik davası bulup, pan Türkizm bilan alakası yok. Bu dava Türkiye'de her kaçan Türkçilik bilan aralashib ketadi. Yoki birlari qasdan buni ana shunday chalg'itadi. Pan Türkçilik yoki Turançilik davamız üçün paydasından ziyini köp bo'lgan bir fantaziyali xiyoldan ibaret. Şundaqlı panislarımızın bilen arlaştırıp elişmi, siyasi cihetten davamızını haltı köçeğe başlaydı. Esker tıqqıyay bu degenimde qarapla, İslam düşmanı da ton piş kaldırmışsın bazılar, İslamımızın hukumu başka gap, bek çoğun gap, bunda çoğun işlerini belkim nurgun kadem basmışları vardı. Men bilimsiz bunda çoğun gaplarga herkes arsakallık kullanmayma. Şarkı Türkistan müstakillik hareketi başka bir türdeki proje. Bunu arlaştırıp ediş fakat düşman köpeytişkilli yaraydı. Ben bana şunu demek için. Men bularni burunqi videoda degan gaplar va buning nima uchunligini shu videoda aniq deyilgan. Hatto chet ellardagi davomizga yordamchi bo'lib sepimizga qatilgan turkiyalik qarindoshlarimizning bu davoni turkchilik davosiga aylantirib qo'ydiganligi sir emas. Mushlar bizga foyda qilmaydi aslida. Bularga diqqat qilish tegishli masala. Çünkü Turançılık düşmanı intayin köp bo'lgan bir ideologiya bo'lib, bizga bir Xitoy yetib eshivatganda, yani bütün G'arbni, Ruslarni, Arablarni dushman qilib oladigan bu Turançılık qandag'in foyda qilsin. Uning ustiga bu bengi xiyoli bilan tangbash darajada bir xiyol bo'lib, bu qadar dushmani köp bo'lgan bir g'oyaning ish qilishishi aslo mumkin emas. Mana bu mening mavqeim. Türkçime emasman, Uyg'urchime emasman. Türkligimiz rast olduğunu dep, Uygurluğumuz mu rastdır. Bugünkü Türkiye hükümetinin Xitay bilen bo'lgan dostluğu qaydab, qarindoshlarni dushman qilib bitish bekmi bolalık. Qarindoshlar arasida ziddiyat bo'ladi. Akfkılarni urushib qoladi. Buning bilan fitnagatchilik Japanni o'tqa tashlash aqlning ishi emas. Qarindoshlar qon ulashib ketsimi, yanada qarindoshdir, yanada dushmandan ustundir.
Düşmanның depini bilmesden usul oynayotgan qarindoshlarni tarixni o'qishga, torlardagi saxta bilarmonlarning dushman projekti uchun o'tirib chiqarayotgan talash tartishlarga qatilmaslikka chaqiraman. Düşmanның aramızda fikir ixtilofı chiqarish uchun har doim temi yangilab, birdan qutulsak birini yaratib, bizni usulga selayotganligini bilishimiz kerak. Ko'pchilikning aqlini shiltib, hoshini tepib, biz uchun intan yaxshi ko'zir roli o'ynaydigan ikki afzalligimizni inkor qilmaslikka chaqiraman. Bu ikki afzalligimizning o'zi bizni Şərq tərəfimizdekiler bilen qılçı alaqısı yo'q. G'arb tərəfimizdekiler bilen alaqadar qilib ko'rsatishda Po'latdek dalil bo'libni xizmat qiladi. Bo'lima biri turkligimiz, yana biri arabchadan isloh qilingan yeziqimiz. Mana bular Xitoylarning Junxo safsatisining vakillarikin chiqarib yutadigan. Bizning o'ltasini Xitoy bilan qanimiz qo'shilmaydigan darajada sharqqa munosabatimizning yo'qligini dalillaydigan ikki alomatdir. Men bu ko'p qatam amaliyatimda o'tkazganligimni tilga oldim, burunni tilga oldim. Bizning kimligimizni so'ragan g'arbliklarga yeziqimizni ko'rsatsaklar, Xitoylar bilan hech aloqamiz yo'qligini o'z-o'zidan ayon bo'ldi. Boshqa ilohiy izohat kerakmi qolmaydiganligini bir necha qatam amaliyatimdan o'tkazdim. Turkligimizmi xuddi shunday rol o'ynaydi. Bu Junxo kimligiga qarshi bir sipildir. Ama bazı hamakatlar go'yo turklikni inkor qilgandilar, Uyg'ur bo'lgandek asossiz, dalilsiz holda ahmoqona qarashlarini tarixiy haqiqat o'rnib qo'yishga tirishayotgandek. Yana ba'zi bir madaniyleşib ketgan bilarmanlar yeziqimizni inkor qilib, latincha ishlatishmoqda. To'g'ri, men bir mezgil bu yeziqdan ag'ringan chog'larim bo'lgan. Chet elga chiqqan va bu yeziqning bizni Xitoylardan tamamen farklı bir medeniyet asosiga ega qilib ko'rsatishga yaraydiganligidek amaliyotni ko'rgandan keyin bu yeziqni millatimni so'ygandek so'ydigan bo'ldim. Bo'libmi Xitoylarning kommunist istilosidan keyin birdan qirilchini, birdan latinchini tengib yeziqimizni o'zgartirishga urinishimi aqlimizni g'idiqlishi kerak. Bu Uyg'urchilarga bir maslahatim bor. Xitoylar xuddi sizlardeklar bizni turklikdan ayirib o'tishni, turkka aloqasizlashtirishni xohlaydi. Shunga Xitoylar bilan hamkorlashsanglar, rosa kuchlimisizlar. Orqanglar kuchli bo'lsa, g'alaba qilish ehtimolliklaringizni oshadi. Qarindoshlar, bugun tor dunyosidagi uchurlar tarafidan insonlar ko'milib qolgandek olib kelayotgan. Yeni uçurlarının hammasiga yetişilmaydi qilish tufaylidan tafakkur qilishga eshinolmas holga kelgan bir davrda yashayapmiz. Agar biz uçur ishlab chiqaruvchilardan bo'lolmay, iste'molchi bo'lib qolsak, bek oson qaymoqtirilib ketamiz. Sokrat hatto yeziqqa qarshi edi. Sokrat o'zining nazariyalarini, asarlarini faqatli qalamga olgan emas, yezib baqqan emas. Keyinkiler hatırlayan onu. Eslimisiga göre hatırlayan. Sokrat'la karışça yezik hakikatni burmada yutadi. Yezikqa ishonganlar as tutish qobiliyatini yuttirdi deb qaraydi. Agar Sokrat bugünkidek hamma narsa torlarda tayyorlab qo'yilgan davrda yashagan bo'lsa, nimadan o'g'riydi? Tafakkurimizni chekindirdigan bundaki her nesinin tayyorligi bekmi xatarlik. Onun üstüge bizdeki qalatlık, o'qishga bo'lgan g'ururlik bizdeki bugungi uchur davrida texmi baldu ko'milib ketishimizni keltirib chiqardi. Shunga to'g'ri tashlangan har narsaga ijobiy ko'z bilan qaraversak, dushmanning foydasiga qayta shakllanamiz. Har narsaga tanqidiy yaqinlashish, nima uchun, qanday degan savollarni qo'yib, so'roqlash metodi orqali andin hodisalarga, qarashlarga baho berishga odatlanishimiz kerak. Bunda talab-etish gap taqib qo'yayotganlarning kimliklariga diqqat qilishga ko'p chaqirdim. Alloh bizning do'kligimizni nazarda tutib, orqadan kimning kim ekanligini bilib olishimizga fursat yaratib bergan bo'lsa-mu, yana eziqib yuraversak, oqibatimiz tasavvur qilg'usiz qo'rqinchli bo'ladi.
Hemmanlardan Allah razı olsun. YouTube'daki körülüş nispeti adamı ümitsizlendirdi. Şunun için aldım bir uçurumda koyay. Kiler kettim sözleydiğen temam Şarkı Türkistan davasıda ticaret. Menimçe bunun mavzusu hali kızgarlık deyman. Bu videonu kömügellerge xabar qo'yanglar kelar qitimqi teminin nimaligini. Yana bir qitim Allohga emanet. Hammanglarning niyat qilgan durust ishlarda Allah muvaffaq qilsin. Xo'sh.